Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchilangar jamoasining navbatdagi buyurtmamiz asosida kotollarimizni yasab taqdim etildi. Bugungi videomizda qisqacha kotollarimiz haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz va ularni narxlari haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, birinchi holatda kotolimiz Sarosiyo tumani ketyapti. Surxondaryo viloyatidan kelib tushgan buyurtma asosida yasab taqdim qilindi. 3 mm qanlikdagi Rossiya garajlisadan foydalanganmiz. 30 kg ko'mir sig'imiga ega. 1 metr kvadrat yuzda hosil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. 10 kilovatlik kotolimiz 100 metr kvadrat joyni qizish quvvatiga ega holatda yasab taqdim etildi. Xo'p, kotolimiz bugungi kunda narxi 6 million so'mga yasab taqdim etildi. Keyin kotolimiz Denov tumanidan kelib tushgan buyurtma asosida yasab taqdim etilyapti. Kichik universal kotolimiz. Bu kotolimizda ham 3 mm Rossiya garajlisidan foydalanganmiz. Issiqlik qabul qiluvchi yuzasi 0.8 metr kvadratni hosil qiladi. 10 kg ko'mirxona sig'imiga ega. Kotolimiz asosan gazda ishlashga mo'ljallangan, favqulodda holatda o'tinda ko'mirda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Talabga binoan kotollarda elektr kotol holati bo'yicha tenorni ham qo'yib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bugungi kunda bu kotollarimiz narxi 2,5 million so'mdan sotuvga taqdim etilmoqda. Keyin kotolimiz ham Denov tumanidan kelib tushgan buyurtma asosida yasab taqdim etildi. Bu kotolimiz gazoviy kotol hisoblanadi. Ushbu kotolimizni quvvati 20 kilovatni hosil qiladi. O'zbekiston sharoitida bu kotolimiz 250-300 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. Bu kotolimiz ham 3 mm qanlikdagi Rossiya garajlisidan yasab taqdim etildi. Kotolimizni yasalish uslubi ko'rib turganimizdek har tarafidan buklangan uslub asosida yasalgan, ya'ni kotol choksiz yasaladi. Bitta shov tushadi orqa tarafda korb birlashgan joyda. Ichki holat bo'yicha ham xuddi shu asosda yasab taqdim etilgan. Kotolimizda qirollikda teploobmennik hosil qilingan 25 mm diametrdagi trubalardan foydalanganmiz. Bu kotolimiz bugungi kunda narxi 4 million so'mga yasab taqdim etildi. Keyin kotolimiz universal kotolimiz barcha turdagi yoqilg'ida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Quvvati 250 kvadrat metr joydan 300 kvadrat metr joygacha bo'lgan hududni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. Bu kotolimizda 25-30 kg ko'mirxona sig'imi hosil qilingan. Oqma gazda ham ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan bir qatorda elektr kotol vazifasini ham bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu kotolimizda jahon standartlari asosida quvvati 25 kilovatni hosil qiladi. Keyingi kotollarimiz sapol kotollarimiz 3 xil ko'rinishda 100 kvadrat, 150, 200, 200, 300 kvadratni qizdiruvchi kotollarimiz hisoblanadi. Bu kotollarimiz bugungi narxi 100 kvadratligimiz 5 million so'm, 150lik 200ligimiz 6 million so'm, 200 300ligimiz 7 million so'mdan yasab taqdim etildi. Barcha kotollarimizda 3 mm qanlikdagi Rossiya garajlisidan foydalanganmiz. Kotollarimizni katta kichikligiga qarab issiqlik qabul qiluvchi yuzasi har xil holatda yasab taqdim etiladi. Bu kotollarimiz Qashqadaryo viloyatining o'zida qoladi. Eslatib manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida o'z faoliyatimizni olib boramiz. Har xil turdagi isitish qozonlarini yasab, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Orqa fondagi kotollarimiz bir zapravkasida sutka yonayotgan kotollar hisoblanadi. Bu kotollarimiz 30 kW quvvatga ega, 300 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega, yo'nmasa 3 sotixli teplitsaga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keyin kotollarimiz 4 sotiqdan 6 sotiqgacha bo'lgan issiqxonalarni isitish quvvatiga ega, ya'ni 400 kvadratdan 600 kvadrat metr joygacha bo'lgan hududni isitish quvvatiga ega bo'ladi. Bugungi kunda buni narxi 10 million so'm, keyingisiniki 15 million. Keyin kotolimiz 25 million so'mdan sotuvga taqdim qilingan, 50 kW quvvatga ega, 1000 metr kvadrat joygacha bo'lgan hududni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. Issiqxona holat bo'yicha 8 sotiqgacha bo'lgan teplitsalarni isitish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keyingi kotollarimiz, bu kotolimiz 30 million so'mga yasab taqdim etilyapti. Bu kotolimiz 12 sotiqgacha bo'lgan teplitsalarni qisish quvvatiga ega bo'ladi. Keyin kotolimiz 15 sotiqqa, undan katta kotolimiz 25 sotiqqa yasab taqdim etilyapti. Ushbu kotollarimiz ham 4 mm qanlikdagi Rossiya garajlisidan yasab taqdim etildi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu holatda bugungi videomizni yakunlaymiz. Buyurtma asosida istalgan turdagi, istalgan quvvatdagi kotollarni yasab, yurtimiz bo'ylab dastavka qilib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz.